Assalomu alaykum aziz do'stlar, salomatmisizlar, charchamasdan. Mana sizlarga bahorlarga ham yetib kelib oldik. Bugungi terimlarda albionlar holatini ko'rsatib o'tib ketamiz. Hozir issiq bo'lib ketganiga har kun terim bo'lyapti. Ha bittasini mana gramlab o'tkazishyapti. Отбор plus отбор. Средний 2 melikiy qilib. Отбор plus 35 gramdan tepasi, 25 dan tepasi, 35 gacha отбор. Средний 17 dan 24 gacha, средний 2 melikiy. Bular sarturibga bo'ladi endi xohlasa. Endi stilajlarimizni ko'rsatib o'tib ketamiz. Bu голубыйки. Bu kivi. Kivilarimiz ham hosil berdi ancha. Mana bu qulpnoylar. Bu ikkinchi yilga qoldirildi mana xudo xolasa. Juda gullab hozir avjida mana. Tabiiy holatda qolgan mana. Bitta tozalov bo'ladi, yana hozir bitta ikkita mana chalalari qolgan ekan. Past tomonlari yana bitta tozalov bo'ladi, xudo xolasa mana. Albion. Bizda mana shu holat, tana joylar sog' bo'lsin, dehqonchilikka baraka. Endi Kingsbury'da bunaqa bahorda avji kuchayib ketadi. Отбор pluslar. Среднийlar. Tani yaxshi. Mevalar bor. Отбор pluslar ko'p chiqishi shu yutug'ida yashaydi. Hozir aprelda boshqa holati. Qishi bilan hosil bergan bu. Tanoplarni bitta tozalaydigan payt keldi. Endi olsa bugun aytamiz, inshaalloh tozalashvoradi. Mana Отбор plus. Bu xudo xolasa aprel oyigacha ham hosil beradi inshaalloh. Yangi gullari. Shundan keyin o'sha tozalov bo'lib ketadi, mana shu gullar mayda pishadi. Mayli, tana joylar sog' bo'lsin, dehqonchilikka baraka. O'zingizlarga ehtiyot qilinglar. Gul ko'chatlarimiz xudo xolasa hammasi stilajda bo'ladi inshaalloh. Ko'chatlarni ham bir ko'rsatib o'taman. Bu ventilyatorlar qo'yib chiqdik mana. Hozir ishlayapti. Ertamanda havoda aylantirib yuboradi. Issiqda bo'lsa, havodan chiqarib yuboradi tashqariga.